Eshitishimcha, mana shu sertifikat bo'lmasa, ZAGSdan o'tib bo'lmas ekan. Qanaqa sertifikat bu? Bu hozir mana nikohdan o'tish uchun ariza bergan yoshlarimizni hammasini oilaviy hayotga tayyorlash kurslarida o'qitamiz. Kurslarimizda mana tibbiyot vakillari, shunoslar, diniy soha vakillari, o'zimiz oilaviy hayotga tayyorlash kurslarini o'qitamiz. Dasturlari bor. Ana shu dasturlardan o'tgandan keyin qo'llariga yetarli bilimni egallashgandan keyin bularni qo'liga sertifikat beramiz. Oilaviy hayotga tayyorlash o'quvlarini o'qidi deb. Bu sertifikatlarni olib borgandan keyin nikohni qayd qilish organlarida bularning nikohi qayd qilinadi. Agar oilaviy hayotga tayyorlov kurslarida o'qimagan bo'lsa yoshlarimiz, albatta o'qish uchun bizga o'sha fiqh organlari yo'naltirib berishadi. Har bitta ariza bergan yoshni mana shu o'quvlardan o'tkazamiz. Voy, buning ichida qudalar o'qishi ham bor. Albatta yoshlarimiz bilan birgalikda biz talab qilamiz. Qaynonajonlarni o'quvini alohida bitta xonada kelin tomonni ham, kuyov tomonni ham qaynonalarini taklif qilib, qaynonalar o'quvini tashkil qilganmiz. Bularga ham o'sha belgilangan ma'ruzachilarimiz o'zlarining ma'ruzalarini o'qiydi.